Nima uchun oddiy uyda tikilgan ko'ylaklar bilan do'konlarda, butiklarda sotiladigan ko'ylaklarning farqi katta. O'shani ham tikuvchi o'sha mashinkalar tikadi. Bunda asosiy sabablardan bittasi uni обработкасida. Ya'ni unga berilgan chokida, uni qanaqa dizayn qilishda, qolipida va kerakli detallarda, oddiy detallar qimmat ko'rsatadi. Va bundan tashqari yana bitta muhim rol o'ynaydigan mahsulotimiz bor. Hozir u bizning do'konimizda bor. Bu kolodkalar. Mana qizlarjonlar, bizdagi ko'rib turgan kolodkalar hammasi maxsus qo'l mehnati asosida eng yuqori sifatda yasatilgan, uzoq yasalgan, qadrli yetinglar. Va bu eng kerakli bo'lgan kolodka turlari hammasining o'zini o'rni bor. Qaysidir manjet uchun, qaysidir korset uchun, kostyum, yoqa, qo'l hammasi kerakli kolodkalar hisoblanadi. Soni cheklangan, do'konimizga kelib, ko'rib ko'rib olishlar mumkin. Bizning manzilimiz Samarqand shahar, Avvaliy Bisno Qutluqulda joylashgan. Registratsiya qilishni unutmang.